Samarqand shahar, Tayloq hamda Urgut tumanida istiqomat qiladigan vatandoshlarimiz, sizlarga foydali ma'lumotlarni yetkazib berishim uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Hozir bir foydali ma'lumotni aytib o'taman. Samarqand shahar Alisher Navoiy mahallasida joylashgan. Auksionda 4 qavatli hotel sotilyapti. Xo'sh, bino haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Binomiz obshi xatlangan, to'liq xatlovga chiqarilgan. 25-dekabr kuni o'yin bo'lib o'tadi. 6 milliard 250 million so'm belgilangan bahosi. Binomizda umumiy qavatlar soni 4 qavatni tashkil qiladi va 142 ta xonadan iborat. 2020-yil qurilgan, bir so'tiga 81 xolni tashkil qiladi. Umumiy foydalanish maydoni esa 1968 kvadrat tashkil qiladi. Bino bo'yicha bizga hozircha arizalar kelib tushmagan. Kimga ushbu bino qiziq bo'ladigan bo'lsa bizga qo'ng'iroq qiling. Lokatsiyalari ham shaurmani yo'nalishida joylashgan mana shu bino.